أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر. Demek bu şeyden de arak ve hakkında toxtaldı. Nezalet fil xamri 4 ayatin. Arak hakkında 4 ayet çıkan idi. İlgirkin bu. Nezala bi Mekke'te ve min semeratin nakhil vel a'nab tettehidun minhu sakara. Bu bir xil imtinan sig'isida kelgan. Yani biz mandan aslini qilib buningdan sizlar ma'nosini yasab ishlaysizlar degan ma'no. Sakaran deganni bidatul musaytin tutqo arakmasdan. Eğer mas'ulda arak degan ma'no olib qolsa, bu sizga mushunda nimani qilib bersak, buningdan yaxshi ishga ishlatmay, yaxshi foydalanmay, ziyonli ishga ishlatdinglar degan mazmun chiqadi. Yoki normal sharob, ichimlik obdan foydali halol narsa desa, bu sizga mushunda obdan ichimlik tayyorlaydigan, g'izo oladigan narsani biz sizga yaratib berdik degan. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَشْرَبُونَهَا وَهِيَ لَهُمْ حَلَالٌ. Şu çağda, dastlabki davrda musulmonlik halol bo'lg'achqa ichaverdi. ثم إن عمر ونفرا من الصحابة قالوا: يا رسول الله افتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال. Ömer radıyallahu anh ve birkan sahabeler Hazreti Ömer'nin muşunda muvaffaqlar bakıyor. Yani Kur'an Ömer'ninki digini boyunca ya ko'ngil taatgan boyunca aşında hüküm çıkan avvalda hatta mançada 10 netçini sanaydı. Şu ayetlerden benim aşı ko'nglimdagidek bunda tushgan ayetlarda yoki men talab qilib turganimdek tushgan ayetlarda onun içine sanab muvafaqat Ömer deb ataydi. Bundan o'ljagan. Mushonimi bu Hazreti Ömer'ning va shu sahabening tabiati intayin sog'lom, fitrati bak sap bo'lganlik uchun bunda qarab mushinasi zodi bo'lmaydi ekan deb Rasulullohdan bunda bir mushin cheklash to'g'ri birning bo'lsa ekan deb talab qilgan. Chunki hamda bu Alloh taolo katta ne'mat bergan o'sha aqlni o'qitadigan tursa, pul molni buzib, adovat paydo qilib, insonni hararet tushirib qo'yadigan tursa, bu musulmonga loyiq emas ekan, insonga loyiq emas ekan deb burillan bular talab qilgan. Fanazala yes'alunaka anil xamri vel meysir. Undan keyin da ma'ya chiqgan. Ular sendan mushara va qimor haqida so'rashadi degan mushara tushdi. Fasharibaha qaumun va tarakaha akharun. Mushara tushgandan keyin ba'zilar yana ishib davom etibdi, ba'zilar buni asla tashlabdi. Çünkü bu ayette kul fihime ismun kebirun ve menafi'u linnas. Bunun çoğun günahı var, işler için her türlü faydalı var. Bunu yasaydıgan, elip satıdıgan, dükkan açıdıgan her kıladanı bu arkalık pul tabalaydı. Thumma da'a Abdurrahman ibn Avf cemaatan feşeribu ve sekeru. Abdurrahman ibn Avf muşarlıktan bu hazır kadar harak iniq keskin haram kılınmadı. Bazılarını içip kilovatkan, onu tozkan ahval bulmadı. Şu çağda Abdurrahman ibn Avf miman çakırıp, arak şarap keltirip, içip mesulap oturup diken. Şu sorunda فَأَمَّا بَعْضُهُمْ فَقَرَأَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لَا دِيَارِبْنِنْ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ deb ta'di o'qibsagan. Şunun dinken andın ma'ayet tushgan edi. La taqrabus salata va antum sukara suratın Nisa'daki ayet. Bu mutaka eniq keskin haram qilmay, masalatında namoz o'qimanglar demek. Faqalla man yashrabuha. Şundan shig'alli taqmaz yibdi. ثم دعا عتبان بن مالك جماعة فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربوا. عتبان بن مالك mukatsabe mimanını çağırıp arak için mesela yapıyor. Oturda cidal çıkıp uruşup gitti. Arak sorunları şuna bulduğun mesela falan yapıldı. Allahu Ekber Allah. Faqala Ömer radıyallahu anhu Allahümme beyyin lana fil xamri beyanen şafiye. Demek ki konumuzda şifa okudak zadı. Aram aldırılgan aletli bir. Üzül kesilmiş bir hüküm bayan kıpasa dep dua kılgın dinken. Fenazela innemal xamru vel meysir. İlâ kavlihi ta'ala fehel entum muntahun. Maide suresine müşayet işte. İnnemal xamru vel meysir vel ensâv vel ezlam rizsum min amel şeytanı feystenibu. Müşayet işte. Fakal Ömer intehina ya Rab. Demek hazır ma tut ayet bunda qarasak, biz bu fıkıh kitaplarda delile kelsek vecil istidlal, bu mav nas, mav zahir, ma'anda dalalat işaret degan gap chiqdi. Mushu shunga o'xshab qoladi. Masalan, innamal xamr val maysir val ansabu rizsun min amali shaytan degan mana nassun fil tahrim. Rizsun dedima haramlikda mana aniq bu pastga nimadan narsa bo'lgan ekan, haramlikda aniq so'z bor. Ammo ilgirki oyatlar la taqrabus salata va antum sukara degan bu nasda
dericilik emas. Bunun bir işaret var. Yeselunek anil hamr vel meysir demiş. Fîme etmun kebir dedi. İlgirki ayetme şunda. Ömürse nas dericilik emas. Ama keyin haramlıqı nas deb ko'rsatgan bo'lgan ayet qarşı etse innemal hamr vel meysir. Ve an Ali radıyallahu anhu law waqat qatratun fi bi'rin fabuniyat makanaha manaratun lam uaddin alayha. Hazreti Ali shunda debdikin. Bir quduqqa araqdan bir tamcha temib ketsa, shu joyga bir muna silingan bo'lsa, men uning ustiga chiqib azon to'lamayman. Araqning unda haramligini qattiq ta'kidlamoqchiman. ولو وقعت في بحر ثم جف ونبت فيه الكلى لم أرعه. Eğer bir derya ya denizde ya kölçekte bir joyga tamchilab ketib bir tamcha araq keyin qurib qolsa, qurib qolgandan keyin u yerda o't cho'pli unib qolgan bo'lsa, u yerga berib men uliqimni o'tlatmayman. Shu darajada unda qattiq qarab turdi. Bu menda bir qiyliqali gap bo'lishi mumkin. Qattiq mubolag'a. Najot topolmadan bo'ladi. Demek bu harakni haram qilishda bu Arabning hayotida intayin kunib ketgan bir ish bo'lg'achqa biroqla haram qilishni tadrijiy holatda asta-asta daraja bunda cheklagan. Hozir Yevropalılarımız tamakini shunda cheklatdi. Tamakini hozir mesela ommaviy so'rinlarda tamaki chekishga bo'lmaydi. Avtobus, poyezd, mesela aeroplan, oshxona, doktorxona, bunda odam to'plashgan yerda aydirimda mesela chekildi. Bundan başqa tamaki bayzlarni ustida. Yani demek asta-asta qistab bundan nima qilyapti. Biroqlam cheklanmaydi. Yani bu harak nima? Allah Taala bizga bu haram deb bilan gachida bizga foydali qilmish hukmni qilib berganligi biz uchun intayin ne'mat. Biz bu araqni masalan Yevropadek tozi ichib buning dadini tozi tortib qaqshab bundan kelib chiqqan ijtimoiy sahiya sahalarda nurg'un baloyapan keltirsa uni ig'rini ko'tarib keyin bulanmaganda undan cheklab qonun chiqarib bunda avarchilik yo'liqmasdan Allah Taala gachida haram qo'yatdi bo'ldi ish tugadi. Wal khamru ma ghala washtadda wa qadafa bizabadi min asir al-inab. Bu adır İmam Ebu Hanife'nin tarifi var. Yani bir mezhepte hamurunu bunda tarif buldu. Bulduk mesela köpükü öyle içse üzerinin şerbeti şunda bulduk iç nimqiysa andın bu harak buludu demek için. Lekin başka narsadan çoğu, başka narsadan olsa bu harak da macazın deyiz mümkün. Harak da mandadım deyilmeydi o. Lekin meskulan olsa haram yana. Lekin harak da atılış meselesi var. Ve summiyat bimasdarin hamarahu hamran idâ satarahu. Demek mesela hamr diyen hazır masdar bilen isim koyaldı dedim. Hamarahu hamran, hamara hamran. Demek bu asli yögeçten kelip çıkan. Demek için bu aklını yögeydi. Vel meysiru bu kımar. Masdarun min yasara kel mev'idi min fi'lihi ve adedin mev'id deb kelgendiken yasaradın meysir deb keldi. Yuqalu yasartuhu idâ akmartuhu. Kımavinsa man yasarlaştım degandek mandanı mıqlik. Ve iştiqaquhu minel yusr. Yani bu nimeden kelip çıkansa yusr degandek kelip çıkan. Yani kolaylık, asallıktan. Tamam? Arap tilida şu sözün zaten bizim türlenişini okuysa derhalla başında ma'nosi chiqadi. Kolaylık deganda ishtikan bayo faollikni ko'rsatganga boshqa. Asallam bay olsa ya asallam kim bağlı olsa kim bo'lsin. Gupida o'tirasdan asallam maldan ajraysa dunyodan. Asallam dunyoga kirsa, li'annahu akhdu ma'al rajul bi yusrin wa sulaman. Qarshidagi mandan kaçchida asallam tatib ola olaysan. Bila kaddam atab, charchab berib bunda avar bo'lmaydi. Tarak qilmay. Aw minal yasar yoki yasar degandan kelish mumkin, bayliqdan. Nima uchunsa bu bayliqni bo'lib olishdan iborat bo'lg'achqa. Yasar degan g'ina degan bo'ldi. Va sifatul maysiri annahu kana lahum 10 aqdah. An bu maysir hozir shu oyatga bu maysir aslida Arabning jahiliyat davrida qanday ekansa buning 10 tallanda qadah ekan. 10 tal bir qutidagi binasi deyiladi. Ya istikandagi binasi. Cam. Sabatun minha alayha khutut. Yettisining ustida anda binasi yezib qo'yilgan, siziq-sizilgan yoki binasi yezilgan. Wa huwa al-fadl. Bu yakka deb atilgan mesela. Endi har xil o'yinlarning har xil qimalning endi atilishlar bor. Mesela o'sh qo'yinsa siyah chiqqanda, shunda atilishlar bor. Buning mesela 7siga yakka deb ism qo'ydi ekan. Har birining anda uningki nisbisi bor, ulushi bor ekan. Va tawam va lahu sahman. Andin jublar bor ekan. Qo'shliqi. Buningga har birisi 2 ulishdan olgan ekan. Va raqib va lahu talas. Raqib degani shuni oldi ekan. Buning jubu ekan, taqvo ekan. Buning da ismlar ham bor. Yoki turlari. Tawam degani shu qadahning ismi. İsmi. Mesela 7ni taq deb ataydi ekan bular.
Yetisem her biri tatlı süpetlengeler iken. Yani biz size tevamken. Yani biz sıvaken bu rakipken. Mesela şahmat oynasın ma at, ma top, ma vezirde bataydı o. Aynı da ataydı iken. Ama tevam degenge ikki hisse aldı iken bu. Şu çıkıp kalsa ikki uluş aldı iken. Fez degen bir uluş aldığını iken. Var rakip 3 uluş aldı iken. Half degene 4 uluş aldı iken. Nefis degen 5 uluş. Musbil degen 6 uluş. والمعلى وله 7 و3 أغفال لا نصيب لها. Demek bu 7'si boşandı. Yukarı kılmış 7'si. Bu uluş aldığı iken. Tutuğalları. Hani 3'e bunda binası alamayla tutanmaydıgan talihsizler hep kaldığını iken. Agfal degene de eşlemi yok. La nasibe laha. Ve yel menih ve sefih ve vagd. Demek bu 3'e binası alamaydıgan. Kuruk rahmet çıkılır. Talihsizlerde rahmet sizge de çıktı bu. Şunda rahmet çıktı bu degen. Fecalunal akdaha fi haritatin. Harita degan bir qachidak oyoqdagi binasi, qurumdan yoki yog'och binasi bir qachiga 10 tal qutidek narsani, jamdak narsani shuni qo'ydi ekan. Va yada'una ala yadi adlin. Ishonchlik. O'zimiz ishonch qildigan lilla turdigan o'tirda bir odamning qo'li tutdi ekan. Tumma yujaljiluha. Undan taraqchitib aralashtirib qo'ydi ekan. Birisiga masalan laqanima tayinli qilmasin deb unda ya jali qilmasin deb qo'shib aralashtirib va yudkhilu yadahu. Shuna bu tazza aralashtirib tab qo'lni asta tiqib ko'masdan masalan bizni sug'urib olib bergan. Va yukhriju bismi rajulin. Her bir adamga masalan 10 adam bo'lsa, falana xun Allah, falana xun mana Allah deb bizden ko'mgan bo'lib, uni qaramay turib olib bergan. Hammasi qarasa bizden numar chiqadi buni. Faman kharajahu qidhun min zawat al-ansiba aqda nasib al-mawsuma bihi. Birisi bir asa nima yozilgan bo'lsa, shu ulushni oladigan bu. Bir ulush bo'lsa, shu 10dan birini oldi ekan. Ikki ulush deb yozganimiz 10dan 2 qismini 20% oldi ekan. Va man kharajahu qidhun mimma la nasib lahu lam ya'khudh shay'a. Rahmatsizga degan olgan bo'lsa hech nima olmaydi ekan. Va gurrima tamanal jazur kulla. Ash bir tugini bo'g'izgan bo'lsa, bular bir tugini bo'g'izlab, ashna o'ynaydi ekan. O'ynagandan keyin bir ulush ag'alloldiga, ikki ulush ag'alloldigan shaylarga rahmat chiqdi ekan. Bu shaylarning tugini bo'g'izini to'laydi ekan, 7 yildan tutgan bo'ldi. Ve kanu yedfa'una tilkal ansaba ila al-fuqara. Ani bu tutib, qanaqa qilgan? Tutqanlari buni andan kambag'alligi berib yordam qildi ekan. Bu da hozirmi xayr saxovat uchun bunda lotereyani, qaroqlik lotereyasi deb, mani gaskachilar jamiyatiga yetkazamiz, mani ma'rif qilamiz deb, bunda xayr saxovat ishlatamiz deb shunday deb o'xshash shu joylardan. Va la yakuluna minha. O'zi undan yemaydi deydi. Ve yeftakhiruna bidalik. Bunlar faxrlanib taqabız. Bunda xayr saxovat yordam qilinsin, bunda ma'rif parvar, xayr saxovatchi, mard, bunda o'g'lanlar deb bunda nima qildi. Ve yedumuna man lam yadkhul fi. Bunun qatnashmaganini ayiblaydi ekan. Ve fi hukmul maysir anwa'ul qimar min an-nardi wash-shatranji ve ghayrihima. Hamda o'sha qimarning hukmetini oldigan narsadan turli qimarlar bor deydi. Mesela nardda qimar o'ynash, shaxmatda qimar o'ynash va boshqalar. Yani shaxmatning o'zini demagan bo'lishi mumkin. Ya shaxmatning o'zini degan bo'lishi mumkin. Chunki shaxmat o'ynashning hukmida olimlar o'tirib qilib İmam Şafii oyuncusu buldu obdan nasıl bu akılını okulda dedi. Ya şu vaqtda hozir shaxmat bor o'yinda. Bu şu Hazreti Ali mesela Irakqa bordi duqa mesela. Şu chaqda İranning nimalaridan bunda uchratgan buni. Shuncha so'nalganda shu narsa tushunasiz. Amush tavlar. Şey Müslim'de gezdik o zaman. Men laiben nerede şiir feki ennema khadabaydahu bilahmi khinzir mu şunlar. Bundan şu aramlık çıkandı ya. Aramlık çıkandı. Nereden aramlık çıkandı? Degan de ma tavlar şu nerede desek şu o'xshash. Bu aram degan gap. Hani shatranga, damikiga, boshqa unutshamda desa, qiyos esa tushsa tushadi, bo'lmasa tushmaydi. Ashuna asli qilmay deb qolsa, malakpak. Chunki qilmay o'ynagan taqdirda shatran o'ynashning hukmida Imom Shafiy mayl deydi. Ha, boshqa narsa ham shunda. Wal ma'na yas'alunaka amma fi ta'atiha. Ani bu yerga oyatning tafsiri, ashuni o'ynashda bir gunoh bormi, nima va hukmi nima deb shuni so'rayotdi degan bo'ldi dedi. Bidalili qul fihima ismun kabir. Mana va keyingi javob
qasa sallam bu nimani so'g'anligi aniq dedi. Buningda nima bor? Mashg'ullaştı zaten nima bor? Gunoh bormi, foyda bormi, ziyon bormi, nima bor deganlik dedi. Desa, bu ikkisida cho'ng gunoh bor. Bir sababi taxasum va tashatum va qawl al-fahsh va zur. Demak, bir-biri bilan ziddatlashidi, urishidi, tillashidi, satqitni qilishidi, har xil saxtiliqli bo'ladi, zo'r degan mishari saxtiliqlar. Kathirun Hamzatun va Ali. Ismun kathirun deb bunda qiraat qildi. Bunun ma'nosi to'g'ri. Ko'p gunoh bor degan ma'noda. Hamza va Ali. Ali degani kasayin. Ve menafi'u lin-nas. Yana endi ba'zi bir kishilar uchun foydami bor. Ma'lum bir foydami bor. Qandaysi bir tijarati fil khamr va talazzuz bi shurbiha. Tijorat qilganlar foyda oladi. Ishkanlar huzurlandi bundan. Ya rasajda huzurlandi. Onu biz uqmaymiz. Ve fil meysiri birtifaqil fuqara aw naylil mal. Qimardimi? Qanday foyda bor? Masalan, shunda utgan narsani xayr-saxovat qilib, kambag'allarga tashlab berdi. Kambag'allarga foyda oldi. Yoki taravullik maktablarga foyda oldi. Yoki biroqam kambag'allikdan beyo'la qoldi. Masalan, burunqi qimorda anda deymiz, nozir qimorda shu uzlam usuli kambag'allarga tashlab bermaydi ular. Ev neylil mal bila keddin. Japa tatmaylar, malga erişi oladu. Bunda avvallı bak. Ve ismuma, endi yarımda seviştirsak paydaziyanna, onun günahı, ikkisi ba günah, ikkisi ba paydadan çoğunraq deydi. Ve iqabul ismi fi ta'atima, demek onun günahı diyen, aşının günahı ve onun cezası emdin, eğer demek. لأن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة. Çünkü içip durduğallah, qimar oynab durduğallah, neç tarafdan nurgun günahqa mubtala oldu. Ve yes'alunaka maza yunfiquna qulul af. Yani senden soruşudu, qanday narsani sarf qilib, chiqim qiladi, hayzaydi. Aytqinki, artıq neri? Nəhayət ibarət qısqa məzmununu ifadelayır. Qulul af. Al-af degan nima? Artıq aşkanları. Ey enfiqu ma fadula an qadril haceti. İhtiyacından iş qağınını ondan xeyranla. Şunu qilgan bek bilaqa malın dövlünüşün doğru. Bu hazır zakat faraz qılınğandan kimi faraz qılınışdı degan. Faraz qılınışını ilgiri bu. Şu çağda da Allah'ın eknizuna zahab ve fiddata. Yani şu daire uçup qaladı. وكان التصدق بالفضل في أول الإسلام فرضا منا. Artık malını sadık kılıp xizletiş, onu toplanmay, yığılmay, onda takdir ediş perizdir. İslamiyet'in de tek devirde. فإذا كان الرجل صاحب زرع أمسك قوت سنة وتصدق بالفضل. Ziraatla şundan dehqon bo'lib qolsa, bir yillik ashliqni qilib, ortiqni sadık qilib o'tibdi. Cahiliyet yapma. Yağmış İslamiyet'in baş devri. Ve idâ kâne sâni'an emseke kûte yevmihi ve tasaddaka bil fadl. Eğer öneven kasip olup kalsa, şu günün ozuqtulukini ep koyup, artıqını nuklu etti. Yani ayetini işlep topkandı ki. Ya şunda kılış gerekti. Fenusihat bi ayeti zekat. Zekat ayetinden bu mensup kılınıp gitip, pul malını toplasan buldu. Lekin aş miktarda zekat verse. 2,5%, 10%, 5%, 20% degandek aşı ölçeni versen, qancha toplasan mayli deb keldi. İslam devleti qurilib, musulmonlar iqtisodiy qila yomon emas bo'g'a vaqtlar. Endi dastlabki davrga haqiqatan shunda ortiqini sadaqalab o'tish aşı munosib. Chunki nurg'un muhojirlar butun mol dunyosini, bolchaqni tashlab chiqqan o'zi tanha jinnilar o'lib chiqqanlar chiqdi. Undan keyin ortiq narsa borlar boshqalarga nima qilsa, ya'ni u islom onda faraz qildi buni hukmunda demasimiz, shunda qilmasa hadi chataq chiqdi shu chog'da. Ilgarikisi ortiqni hamma haydaysa, sarf qilsa. Bakingisi ortiq malni abqasan bo'ldi, lekin shuni ma'lum bir qismini sadaqa qilsa. Keyingisi azadimdi. Yani فنسخت بآيات الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. العفو أبو عمرو قل العفو دب شلا وقت أبو عمرو فمن نصبه جعل ماذا اسما واحدا bundan da el-afwa deb o'qiladi. Mesela bizden qiraatimiz shunda va qulul afwa. Bunda deb o'qiladi. Qanda qutulsanglar, ma'da deganni ma'ni ayrim, dan ayrim bunda devjima ikkisini bizdan ism qilib, buni mansub bi yunfiqun debdi. Maf'ulun bi qildi. Yunfiqunning maf'ulimi. Masha afwana maf'ulun bi qildi. Yunfiqunning maf'ulun bi esa. Shunami? Ve takdir kul yunfiqun al-afwa. Ma'da yunfiqunning maf'ulun bi desek bo'ldi ekan. Shuna ma'da yunfiqun Kul yunfiqun al-afwa deb yana afwana yunfiqunun maf'ulun bi isi bo'ldi. Demak, bu yerda hozir tanazu oldi. Ikki maf'ulun bi va fe'l bir.
maf'ul deb yunfiquna afwa deb bilamdi. Hozir men maf'ulun bilsek, zivara o'qisak shunda. Yunfiquna al-afwa. Yunfiquna degan so'z muqaddar bayada deymiz. Qul infaqul afwa desa to'g'riladi asli. Iborati kes qul infaqul afwa. Yadra 3-shaxs bo'lgan ekanman. Javobi yunfiquna. Yes'alunaka bo'lgan ekan. Ana xitob qilib desam bo'ldi, qul infiqu deb. Bunda desam bo'ldi. Maf'ulun bo'ldi yana. هذا نيوم جواب الناس ما جواب ما خل الموسى يسألونك أن يتعلقوا الإصلاح لهم خير مصدر ولا لكن ما هو زبر وقول اشتازر ما هو زبر وقول است عفو ديان كم مفعول به نمولا زبر وقول قلب أجر نورمال نموسا يا مبتدا خبر يندك نموسا بشوقش كريكت زبر وقول أنك bunun nasibtim bir sıva nümelse أخرجش لبارة بيال ده العفو أبو عمرو دين أبو عمرو العفو ده بقراءة كل ده يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ده bunda قراءة كتو bizden قراءة قل العفو demek hazır bizden قراءة أساسا ينفقون العفو ده bir fiil var bu af diyen söz aşının mef'ulun bihi seydidir ve men rafa'ahu amda afwu da uqalço ja'ala ma mubtada ma'dan işkipaş qıptı bulan ma degan ayrım bir mubtada za degan xabari ma'silatihi ya aş ikisi za yunfiqun degani xabar ekan فذا بمعنى الذي demek ذا degani الذي ma'nista mavsul ve yunfiqun silatuhu ay mal ladhi yunfiquna فجاء الجواب العفو أي هو العفو أخذنا هو أرتق يعني فإعراب الجواب كإعراب السؤال اللي يطابق الجواب لو كان جوابنا إعرابه سؤالنا إعرابه أخشش شنو بقولنا ننشبسلي شو ده كذلك الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف أي تبيينا إشارة ك حرف جر bu لكن bu موضع نصب في محل نصب deymiz نيمكن صفت يعني تبيينا degan مش مقدر ba تبيينا مثل ذلك يبين demekçi demek muşunda bayan qilishdak bayan qilish orqali Alloh taolo sizlarga oyatlarni bayon qilib turdi dedi biz ana shuningdek deymiz ana shundoq bayon qilishni qilib turdi uyg'urcha ana shundoq desakmi uni tabiiyan degan so'zni davjimsakmi shu ma'lumg'a arabchada shundoq tabiiyan degan yubayyinunki yubayyinunki maf'ul mutlaq bo'ldi yubayyinu tabiinan maf'ul mutlaq muqaddam desak bo'ladimi yoki misli zalika tabiin desam bo'ldi kadalika tabiin yubayyinullohu lakum al-ayat الإمام مسلم مش كاتله شوية تمرسي شو أنا عندي من برنا موصف برنا إكلم عند موصف mufassirlar shunda ahvolda bu kazalik degan ko'p ayolda kelgan bunda ahvolda shunda taqdir qildi la'allakum tatafakkarun balki shu oyatni hukmini o'yinib balki foydalanib qolasizlar der fi dunyoda degani dunyoning ishlarida dunyoning ahvoli bu bunda zavolli qilingan narsa abadiy bunda turish yo'q Allohning oldiga boramiz keyincha bu dunyo yo'qolib ketadi deb bunda dunyo ishlarida demakchi val axira yani tatafakkarun g'achatish qodir la'allakum tatafakkaruna fi dunya yani siz dunyoning ahvolida balki o'ylab qolasizlar shu oyatni anglagandan keyin vaqf bilan vaslning masalasi chiqadi والآخرة وفي يتعلق بتتفكرون يعني في degan so'z mana تتفكرون bilan chetishlar deydi أي تتفكرون فيما يتعلق بالدارين فتأخذون بما هو أصلح لكم demak siz dunyo va oxiratning ishlarida o'ylanib o'zingizga foydaliqni tutib qolasizlar balki أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما yoki dunyo va oxirat ishkidesda o'ylanib qaysi mangu qoladigan faydasi jiq bo'lsa ana shuni tanlab qolasizlar deydi va yuzu an yata'allaqa bi yubayyin yani fi degan mishada yubayyinu la munosabatlik bo'lishi mumkin ya'ni yubayyinu lakum al-ayat fi amri ad-darain dunyo va oxirat ishlarida sizga oyatlarni bayon qilib turdi va fi ma yata'allaqu bihima va shuning munosabatlik ishlarni bayon qilib turdi sizlarni o'yinib bir foydali ishni qilib qolar degan nishon bilan ولما نزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني مش آيات شكن شغدا وآيات سورة النساء دي آيات مش آيات شكن شغدا اعتزلوا اليتامى وتركوا مخالطتهم والقيام بأموالهم دولام ده خوقب كتاب
İnnellezîne yekulûne emvâlel yetâme zulmen innemâ yekulûne fî butunihim nâra ve seyeslevne sa'îrâ deganken qo'rqib ketib bu yetimga egolab uni hava aldık deb kichikgina zulm qilmay qolamiz degan bo'lmaydi. Ba'zi uqmay uqib yoki bir narsani yeb soldigan misol haqqa o'tab qoldigan ish bo'ldi deb bo'ldi ner turaylar deb hammadan unda yetimni egolmaydigan aralashmaydigan uning melini amonatini tutmaydigan bunda o'zini tortdi deydi. Yana bir oyat bor. Va la taqrabu malal yatim illa billati ahsan degan. Bu oyat tushgan vaqtda bu qo'rqib qochdi o'zini tortdi. Va zakaru zalika li rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fanazala va yasalunaka anil yatama qul islah lahum khayr. Demak, mush ahvolni qilgan ekan u yetimlar jiqdi. Ya'ni jihad bo'lib turganda ahvol bo'lgan ekan yetimni batdi. Yo'qki hammalar o'zini ta'sir bilan tashlasa yetimni zarar ketadi. Yetimning mol dunyolari zarar ketadi. Undan keyin ahvol og'irlashdi degan ekan unda Rasululloh buni degan chog'da nima oyatni Alloh taolo shu yetimlar haqida so'rashidi dedi. Aytqinki, ularga bunda isloh qilish yaxshi. Ay mudaxalatuhum ala vajil islahlam. Ularning manfaatini ko'zlab turib, uni aralashish yaxshi dedi. Ularga va ularning mol-mulkiga foydali ravishda aralashib, shunda xabar olish yaxshi. Xayrun min mujanabatin. Nima yaxshi desa ularni tashlatganda. Va in tuqalituhum va tuashiruhum va lam tujanibuhum demakchi ekan. Agar sizlar ularga aralashib qolsanglar, tashlatmay aralashsanglar, fa ikhwanukum yattuyildig'ashmas, bu sizning qarindishinglar. Bizning akuflarimiz bular. Diniy qarindishinglar. Fahum ikhwanukum fid din va min haqqil akhi an yukhalit akha. Lakin akuflarning aralashig'ish tabiiy ahvol deydi. Vallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Alloh taolo kimning aralashib yetimning haqqini yeb, haqqini zayi qilib buzib chiqqanni, kim yetimning manfaatini ko'zlab, uning mol-mulkini qo'g'dab, xabar olganni bilib turguchi deydi. Diniy qarindosh. Li amwalihim deydi. Mufsid li amwalihim ularning mol-mulkini yoki ularning manfaatli ishlarini aralashib turib buzayotganini Alloh taolo biladi. Val muslih isloh qilgan ularni qo'g'dab, foydalikni ko'zlab ish qilganlarni biladi. Fayujazihi ala hasab mudaxalati. O'zining qanday shaklda aralashganligiga qarab mukofot va jazosini berdi. Shunga hazar aylanglar va ularning manfaatini boshqa narsani ko'zlamanglar. Walau sha'alloh navada Alloh xalq qilsa la'anatakum. Sizlarni albatta jafo mushaqqatga solib qo'ygan bo'ladi, qiynayotgan bo'ladi. Yani Alloh taolo sizlarni qiynashni xalq qilsa, jafo silishni xalq qilsa, albatta qiynayotdi. La hamalakum alal anati va huwa al-mashaqqa. Mashaqqatga tashlagan bo'ladi. Va ahrajakum harajni qo'ygan bo'ladi. Falam yutliq lakum mudakhalatahum. Ya'ni harajni qo'yib sizlarni jafo silib, sizlarning ularga aralashishinglarni joiz qilib o'tmaydi dedi. Ruxsat qilmagan bo'ladi dedi. Bu chog'da bak qizinib ketibdimi? Bu atrofda yetimlar, ya'ni balki shularning oilasida shunday yetim bo'lishi mumkin. Hozir yetimga mas'ullarning oilasida keyin shularning oilasida yetim bo'lishi mumkin. Qo'llari bo'lsa, masalan, ishi-ichida hech kim aralashmay, masalan, tog'asining bolalari, akasining bolalari bo'lsa, uni xabar ololmay zayi qiladigan gap. Bu chog'da ziyon tortadi. Jafodi qiladigan gap. Falam yutlaq deganda falam yujawwiz lakum mudakhalatahum san. Aralashmaysizlar desa, o chaqda qiynab qolibdinglar shu. Innalloh azizun. Haqiqatan Alloh azizdir, g'olibun. Shu g'olib bo'lg'achqa agar sizlarni jafo salay desa, uni sizlar hech qanday to'sal qilolmaysiz. Salay silaverdi. Yaqdiru ala an ya'nita ibadahu va yuhrijahum. G'olib degan uning oldida hech nima to'sal qilolmaydigan, xoliqincha boshqalarni qanday his qildigan. Hakimun. Hakim degan hozir la yukallifu illa wus'ahum wa taqatahum. G'olib bo'lsa lekin ma'lum nimani ko'zlab turib, unda qilmaydi degan ma'no chiqadi. O'sha degan o'sha imtina hozir nimadan hakim bo'lganlik uchun deydi. Law degan harf imtina. Undan keyin ya'ni jafo salay desa, salolatda g'olib bo'lganlik uchun. Lekin hakim bo'lganlik uchun jafo sanmadi. Ana o'sha "Law sha'allohu la'anatakum" degan oyat Alloh taolaning o'sha yetimligi bo'lgan kishilarga qarata o'zining ne'matini eslatib o'tadi. Mana mening osonlik berganligimni bilinglar. Agar men sizlarni qiyin ahvolga tushirib qo'ysam, tushirib qo'ydim. Buni qassammi endi boshqa. Lekin men yengillik ato qildim deb o'zining ihsonini eslatib qo'yadi. Yani bu oyatda ba'zi fuqarolar deydigan dalil va nimaga desa, yetimning malini shu igi o'g'ichi o'zining maliga aralashtirib tijorat qilsa bo'ladi.
Mesela yetimninki 100.000 koy pulu var. Yetimge ega olgan bu kişinin var 100.000 koy pulu var. Ticaret kılmakçı. Anı kıtır. Hani billah ticaret kişiler ya mudarebe şekilde olamdı. Ya ki şirkçilik nasıl olamdı. Şimdi işletse buldu. Çünkü veli olga adam müşteri işkili düşkülüdü. Bu pul kaçtı ba? Öz ticaret kılıdı. Hazırımında ticaret kılsın pay çıkılgan. Bu mu ya şirkki muhtaç. Da evvelda anın özünün sermayesi katıplan. Billah şirk ticaret kılsa. Yani aşının ziyanının çıkış ihtimal az olar, pay çıkış ihtimal köp bolsa, aşı balığı fayda etadigan bolsa, enek bir ziyan bulmasa buldu. Mudarebe şekilde kısım buldu deydi. Aqlanlık. Mesela çıkıp ölümalı bulmaydı deydi misin? Çünkü islahul lahum hayridir. Şunda tuz çıkıp ölümalı bulmaydı deyip durmadı mesela. Bulmasa aşı yetimnin malına eğer ayında koyup koysa zekat verip tükep gelir. Teciru fi maliyetim hatta la ta'kulu sadaka. Demek yetimnin malına zekat vacip. Racih karıştı şunda. Bunda olan kim bu her yıl zekat vere tude bu pulunu işletmedi. Her yıl mesela işkerim persendim bu munda kemik en ahirde aşı nisaptın şunda tüvelgen çağı toktaydı. Yo'qolib ketadi. Tasmin xarakterli ishlatib turamiz. Çok qanday shaklda qatgan bo'lsa, shirik bo'lsa shirik, tangi tangmida. Mudaraba qilib qo'yay degan bo'lsa, o'zining o'lchatilgan nimasi bo'yicha ishlatib turaysiz bo'lmaydi. Baka u balaga hech qanday foyda etmaydigan unda ishlatib bo'lmaydi. Faqat shu isloh ma'nosida foyda etadigan holatda andin asl bo'ladi. ولما سأل مرثد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتزوج عناقة وكان مشركا نزل ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا. ومرثد الغنوي كان صحابة رضي الله عنه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعني. رسول الله مكة إبادة صحابنا أشياء قسنب قاغان مشركلا سلواغان هجرت قلنماي قاغان بيچارة صحابنا مخفي قطقزب أچقان da vazir tapşırgan sahabe. Mekke'ye barıp hatta yaga sınıp sırap bize kamap koygan, bağlap koygan sahabelik yerim keçirip ona oğluk çırıplan aşağıdan ağamsını yeşip yüzüplan o malanmaydıgan qat urvetken şuna nunqamız yüzüp eçiplan Medine'ye apırıdılgan sahabem. Bu bağan vaxtıda aşında vazir tapşırıp Mekke'ye bağan vaxtıda bu keçide aşında Müslümanlık kutkuzuna da pilalap nunqılvasa bu anak diyen bu burun kona dostu uşrap kaldı iken. Cahiliyetke tonuş iken bunu. Cahiliyet arılışıp iken bu. Tonuşkan iken bu ayalma bunun amara qalgan iken vay bizning o'yga kirib qo'ngan bu deb qilsa bu voy hozir bunda shuni Rasululloh harom qilyapti biz unda shuni qilmaymiz burun bunda qilib tashladik deb qilsa bu ya bizniki qo'ngan bu deb ching turib olgan. Uni bo'lsa uni musulmonni qochib Madinaga ketmoqchi bo'lsa ayol voy ma falana mishadisining yadi sulab qo'ygan odamning asiranglarni qochib Madinaga qochmoqchi bo'ladi deb vaqirab adam jig'ab tutpamoqchi bo'ldi ekan. Tutpamoqchi bo'lganib bu qishib ketdi ekan. Keyin Rasulullohning qashqa olgan chaqda mushu oson bo'lamdi desa ya bo'lmaydi deb shu oyat demak bu ayol mushrik bo'lganlik uchun oson bo'lmaydi. Va la tankihul mushrikat hatta yu'minna. Ay la tatazawwajuhunna yani ular o'ylanmanglar. Yuqalu nakaha idza tazawwaja va ankaha ghayrahu zawwajahu. Demak ankaha zirma bu mutaaddisi. Wa la amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin. Albatta mu'mina bir ayol sizlarga o'zning jamoli boshqa taraflari bak yarab ketgan mushrik bir ayol bo'lsa-mu, uningdan yanada yaxshi. ولو كان الحال أن المشركات تعجبكم وتحبونها يعني سلاك بك يراب سلاك بك يخشكرب كتكن أهوال بوسما يعني لا مؤمن يخشر ولا تنكح المشركين ولا تزوجوهم بمسلمة كما قاله الزجاج ما مش مفسر اللغات شو ناس قالنا برسه هو شو تفسير خطه مجاز القرآن تأويل القرآن عندك كتبه ولا تزوجوهم بمسلمة يعني مشرك أدلاجة مسلمة يعني أبا الله دمكش هذا هو خطابنا بالذا تقدر نتذا خطاب الأولياء خطاب لجماعة المسلمين خطابنا احتمال الخطاب وقال جامع العلوم ديان كتابنا مؤلفة يعني شو كتابنا مهمة dedi ده كأجن ده bu kitabını biz bir katım tepettik bu جامع العلوم في تفسير كتاب الله الحي القيوم kitabın toluk ismi جامع العلوم في تفسير كتاب الله الحي القيوم لنور الدين الحنبلي المتوفى 668 هجرية. Yani İmam İbn Teymiye'nin zamanında şu muallifinin zamanında sert ilgirerek yaşayan 668. yılken. Nuruddin el-Hanbali. Belki Dimşki olsun mümkün. Muallif aşk kitaptan mı faydalangan onu.
Zeccajning kitobidan mı faydalangan? Zeccajlar Zeccajning kitobidan naql qildi. Endi Jamal olimdan naql qildi. Bunda kitoblardan foydalanish manbalari ko'p bo'lsa, bu kitobning qimmati oshirgan. Yani nurg'un asardan foydalanish dedi. Ibn Rushd qanday qilgan? İstizkar billam opda ba'zi ishlar to'g'ri joyida bo'lmadi. Mazhabni bayon qilishda to'g'ri yaxshi bo'lmadi. Jamal olimda va Nuriddin al-Hanbali debdi, hadafa ahad al-maf'ulayn. İki maf'ulning birisini tashlatdi. Va taqdir va la tunkihuhunna al-mushrikina. Ya hunna degan gap misha chiqib qoldi demak. Hatta yu'minu. Taki iymonni aytgan qadar ba'pamanlar. Va la abdun mu'minun khayrun min mushriki va la ajabakum. Albatta bek yarab qolgan bir mushrik bo'lsa, uningdan shu mu'min bir qul yaxshi dedi. Sonra bayyana illata dalik faqala. Nima uchun yaxshi? Yani bu mushrik er kishidan, mushrik ayoldan mushuna mu'min ayol, mu'min er yaxshi deganga illati ulaika yad'una ilan nar. Ashula do'zaxga o'tga chaqirdi dedi. O ishora ilal mushrikat val mushrikin. Demak, shu mushrik er va ayollar do'zax chaqirdi. Yani kufrga, shirkka, Allah Taala tinishqa, Allohning hukmiga amal qilmaslikka chaqirdi. Allazi huwa amal ahlin nar. Demak, mana do'zaxning ahli qiladigan ish shu kufrdir. Shuni chaqirdi demak. Do'zaxga kirish chaqirdi desak bo'ldi. Fa haqquhum alla yuwalu va la yusaharu. Unda kishilarga loyiq ish qilsa, ularni do'st tutmaslik, ani ular bilan qudvaj bo'lmaslik. Al-wala wal bara'u fillah. Vallahu yad'u ilal jannati wal maghfira. Unda ahli do'zax chaqirdi, Alloh taolo jannatga, mag'firatga, o'zininki iltifatga chaqiryapti. Unda albatta mushunga javob berish kerak. Ayva awliyaulloh va humul mu'minun yad'una ilal jannati wal maghfira. Mu'minlarga chaqirdi demasakmi, unda Alloh taolo shuna buyurdi bizdan. Buyurgandan keyin biz Alloh taolaning chaqiriqiga lavay deyishimiz kerak. Ammo sanmaslar. Yadamızda köpüklerden sebepli Yedi o? Ya köpük emas bu. Yazılışta aslında yazılırlar. O resmin Resmin Mustafa o. Bu müfred var. Yedi o yani yedullah demek. O cemamas. Fail Allah şu. Endi bu yerda vallah degan nedir? Tavil qildi. Avliya Allah'dır. Bu mu'minin yeduna ilal cennet vel mağfira, yani sizlar şu ağan mü'mine ayalla, sizlar tekken mü'min er ağla bu avliya Allah. Bula andın aşılar uçup olsanlar sizlarni aşında cennet mağfirati chaqirdi demoqchi ekan ma tafsirda. Ha. Degan Alloh taolo shu kunni belgilash orqali manda qil deb sizni jannatga mağfirat chaqirdi desak bo'ladi. Zaruriyat yo'q. Chunki mana wala tankihu wala tunkihu deb shuni Alloh taolo dartidir. O'sha bir chaqirib qo'yadi ekan. Aniq tursa bu. Yed'udagi Jami emas. Sa'a yad'u. Oxirdagi alif va rasmi mushafda izofatlarni chiqadimi? Yazılışda aşağıda yazıldı. Ha, hazır yazsak ya da o da alifini yazma yazımız. Şimdi Kur'an'ın resmi şunda. وَمَا يُوَصِّلُ اِلَيْهِمَا demek aşağıda cennetke, mağfiretke eriştirdiğin nasihi çakırdı o. فَهُمُ الَّذ۪ينَ تَجِبُ مُوَالَاتُهُمْ وَمُسَارَاتُهُمْ Ondan vanken aşında yaxşılık çakırdığın kişiler olan cübbulap, aşılar olan kudubacılar dost ulaş gerek. يَدُولَ الْجَنَّةُ وَالْمَغْفِرَةُ بِإِذْنِهِ بِعِلْمِهِ وَبِأَمْرِهِ Özünün icazeti bilen degene mesela enkihul eyyame minkum degende başka buyruqni bari o. Tenkihu ma taba lakum minan nisa degendeki şu iznemde. Bi ilmi bi emri de bundan ulaşma artıkça. Ve yubeyyinu ayatihi lin-nas la'allahum yetedekkerun. Demek şunu vaaz nasihat edip işne on kılameke de şuna bayan qildi de. Kanatul arab lam yuakilul haida ve lam yusharibuha. Arablar bu hezdayalan billo o'tirib tomoq yemaydi ekan. Rasqani billo o'tamaydi ekan. Wala musakin va hatta taqa bir uyda o'tamaydi ekan. Boshqa uyda, boshqa uyda. Kafi'al al-yahud wal majus. Fasala Abu Dahdah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an zalik. Abu Dahdah radıyallahu anh bu kat sahabe. Bu şu Müslümanlar Allah yolunda sarf qilgan sahabenin qatoridan. Ve qala ya Rasulullah kayfa nasna'u bin nisa idha hidna. Bu sahabe Rasulullah'dan da so'rabdi ekan. Ayollarım da hezda olab qalsa biz qanday qilamiz? Masalan yaqin kelamdoq, kemmamdoq, yaqin kelsak ne qadar yaqin qilamiz degan haqda so'rabdi. Nedendiki beg'ini beg'ini Alloh setib etgan. Shu oyat nozil bo'lgan sahabe shu. Bu sahabe yashri nafsahu degan oyat mushaqda nozil bo'lgan. Ikki beg'i bor ekan. Ikki ismi Alloh yo'lida nima qilyapman? Ya'ni hamma mol dunyosi demoqchim.
degandikan birini o'zing qo'yib birini o'qigan degandikan unda o'sma eng ashu bizning eng amroqmush beg'imni Alloh yo'lida qiladi deb uningda 600 qo'mi bor ekan dangli bor ekan ya şu sebebin nuzulunu tövbe sebebin nuzulunu bayan kıldı. Şunun içinde Abu Dahda, Suhayb, Hazreti Ali aşulu var. Hazreti Ali mi Resulullah icraat ettiğin çağda şu orunda yetip tutamaz mı? Aşında vakalıkındaydı o. Yani o Abu Dahda aşbeğini 600 koma var çoğun bağırken. Şuna nımıklıktan berip şu bağda ayalı balçakları nımıklıp tazimini pişka varken. O cim koyanlar Allah Teala bağ ketip oldu setrette. Yani şu nımıklıkken nımı koyap ayalımı bak nımıklığa. Tanga şu nımını. Yardım işbege. Hem Musab'a soraptı. Ve yes'elûneke anil mahid deb bunun cevaben adır Allah Teala senden hayz doğruluk soruşudu dedi. Mahid degan söz masdar yuqalu hadat mahidan. Yani müşenike tüp sözü de hayz göreştin. Kaqavlika jaa maji'an. Bunda desek mi ya ki mekan isim mekan desek mi oldu? İsim mekan hayz tildiğan joy bu müşqalı. Şu joy münasebetlik adır hüküm nima deb soruşudu dedi. Yani yaqin kelamdoq kemmamdoq degandek ha. Qul huwa ada aytdinki o aziyat. El-mahid şey'un yustaqdar ve yu'zi men yaqrubuhu. Bu hayz degan inson jirgindigan, yoqtirmaydigan bir narsa. Şuna fahmishadi shuna bo'lg'achqa ta'tazilun nisaa fil mahid ayollarga hayz mezgilda yaqin kelmanglar ya'ni jima qilmanglar demak jinsiy munosabat o'tkazmanglar faytanibuhunna ay faytanibu mujama'atahunna shu joyga yaqin kelmanglar degan gap chiqadi ha yana mesela shu zaman men bo'lsin bular ashi ehtimolliklarmisi bor ma tafsirdan bir nima aytibdi ehtimolliklar bor وقيل إن النصارى كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض نصارى الله فرواقما يقين كليه ورقين واليهود كانوا يعتزلونهن في كل شيء Yahudiler vicdas kanını tutmaydigan, kulunu tutup sanmaydigan, gap söz mü kılışmaydigan, başka öyle eşkıtıp bunu bir hafta zaten fakat arlaşmaydigan. Fe'amarallahu bil-iqtisadi beynel emrayn. Biz umma vasat olgan iken ve kezalike cealnakum ummete vasata. Ne olan iken ikisinin orta ümmet kıldı. İqtisad degan şu orta. Qasd degan bakma aşırı etmey, bakma kemet etmey normal. Minhum muqtasid. ومنهم سابق بالخيرات. الاقتصاد في الاعتقاد ينكتبه. أورتا. ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله يجتنبوا ما اشتمل عليه الإزار. أبو حنيفة أبو يوسف yani hem mezhep mش işkeylen karşıda ayol kişi köge çağda izar degan şu belinin astı yok kişi yok değil mi? Demek muşu tarafga yaqin, belinin ast tarafiga yaqin kelmaysiz deydi. Belinin astığa. Kindikten tizgiçe. Yakın geliş haram. Maaş gelenin karşıda. Yani mesela o şu cayanamasından bıçaklaş, tutuş ve kazalarımız haram buldu. İşkelenin karşıda. Ama bu karaş hazır malum dersi cumhurun karşıda desek buldu. İmam Şafii'nin kelgen iki rivayetin iki karışının sahih şu başka imamının karışımı şu. Ve Muhammedun rahimahullah la yucibu illa atizalul farc. Muhammed yakaş cay kılan cinsi münasebet kılmışsan o başka bedenin tıkıp kaçmaydı demekçi. Bu İmam Ebu Yusuf'un bir rivayet, İmam Ahmed ve Davud-u Zahiri ve başka alimlerin karışı yani. Demek alimler ikiye bölünüp ketti hazır. Ve qalet Ayşe radıyallahu anha yectenibu şi'arad demi ve lehu ma siva zalik. Ayşe radıyallahu anha bunda da çıkan. Bunu Darimi rivayet kuttu. Şi'arad dem yani farz demekçi. Aldı şeyler yakınkenimiz bulardı. Başka yurtsı, bu başka yerler meyle demekçi. El farz. Şi'ar diyen söz asli bu kimin astir diyen mi buldu? Bir belge alamet diyen mi buldu? Demek kan çıkırgan cayının alameti olgan, ya ki şunun astir olgandaki bir cayı menbasi diyendek mende. Yani şu aldı evretin demekçi. Şunundan saklansa meyli başka yerden münasebetsizdir. وَلَا تَقْرَبُونَ مُجَامِعِينَ La cinsi münasebet ötkizge alete yakın kelmanglar. وَلَا تَقْرَبُوا مُجَامَعَتَهُنَّ Ya ki ulağa cinsi münasebet kılışkı mı yakın kelmanglar? Çünkü men hama havlal hima yuşeku en yerta'a fi. Demek cumhurun karışıdır mı? Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Şafii'nin karıştırır mı? Bekrek puhta. Çünkü o belinin astı kim neye yapırdı? Yamayaga yapıp koyduğun yer.
Özünü tutanmay qaladı, çataq çıxıdı. Delil jihatdan kuchli qo'yg'ini Muhammadning qarashi. Ammo ehtiyot tarafdan va jumhurning qarashi ehtiyot. Mujamiatun degan va oldinqisida silbamonlar, keyingisida Ya jinsiy munosabat qilmanglar, jinsiy munosabatga yaqinlashmanglar degan. Birisi yaqinlashishni deydi. Birisi jinsmanning o'zini deydi. Hatta yathurna bitashdid kufi g'ayri hafsin. Yani pak bo'lgan qadar deganda yathurnani hozir hafsdan boshqa kufi qoriylari yattahharna. Shunda deb qiraat qildi. Yani buning o'zi yattahharna bo'lsa, yunib tartib bo'lgan qadar degan bo'ldi. Wa asluhu yatatahharna fa udghimat ta'u fi at-ta'i li qurbi makhrajayhima. Wa ghayruhum yathurna. Yani bizning qiraatimizda hafsni va boshqa. Yathurna dedi. Mushariki so'zni. Ay yanqata damuhunna, yani o'zi pak bo'lgan qadar degani kun to'xtab kesaldan saqaygan qadar degan. Juyinmismi? Buyoqda beshik qarasi bo'lsa qashu yunug'ichi bo'lmaydi ekanda. Hanafi mazhabdan boshqalarning qarashida yunib bo'lish yaqin kasb bo'lmaydi. Hanafi mazhabda pak bo'lgandan keyin yunib bo'lish oraliqda yaqin kasb bo'ldi. Hujjat yunishni birlik qilib borgan gaplarni. Ikkinchisi bir yunish qildi. Hozir deyish mumkin qolganlar. Va asluhu yatatahharna fa udghimat at-ta'u fi at-ta'i li qurbi makhrajayhima ghayruhum yathurna ay yanqata damuhunna. Wal qira'atan ka ayatayn. Ana bu ikki xil qiraat bo'lganki, ikki ayrim oyatdek muomala qilamiz. Fa'amilna bihima. Biz ikkilikka amal qilgan bo'ldik, ikkilik qiraatga. Hozir bu Hanafi mazhab bilan Shafi'i mazhabning o'rtasida hozir farqni ayirib va qulna biz mana dedik lahu an yaqrabaha fi akthari al-hayd ba'da inqita' ad-dam. Aksar al-hayd Hanafi mazhab 10 kun. 10 kun. 10 kun o'tdi. Bu ayolning xun to'xtadi. To'xtagandan keyin yunish oraliqida yaqin kasb bo'ldi dedi. Va illam tagtasil. Yunmusimi? Yunish oraliqida yaqin kelib ikki yunishni bir yunish qilasi bo'ldi. Amalan bi qira'ati taxfif. Yathurna degan qiraatga asosan dedi. Demak, ham yunish degan ba'zida qishda suv tayyorlash, suv isitish, yunish jafoli qiladi. O'rinli qilib yunishlar ma'nosini bijuna, ya suzyan qilgan, yunisi sovuq ishib kelgan. Bunda ahvol bo'lgan ekan, ikkini bijlam yunish qilib deb qolsa mayli dedi. وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل. أما 10 kundan az vaqtda to'xtagan bo'lsa, yunib bo'lgan qadar yaqin kelmaydi. Aw yamdi alayha vaqtus salah amalan bi qira'ati at-tashdid. Demak, bu qarash hozir yattahharna degan qiraatga asosan deyilgan mana ikkinchi qismda. Demak, 10 kunda aksar muddatli hayd 10 kunda ortiq hayd ko'rish bo'lmaydi deganga asosan biz 10 kundan burun hayd to'xtab bo'lgan bo'lsa, u chaqdan bir xil ehtimollik qo'yib yunib bo'lgandan keyin unda yaqin kelsa. Yoki kun to'xtagandan keyin bir namoz vaqti o'tsa orliqdan yaqin kelsa bo'ladi. Bu Hanafi mazhabning bunda o'zi nurg'un tadqiqotni elib berib, yakunlab chiqargan qarash ekan bu. Demak, ikkili qiraatga biz shunda amal qilgan bo'ldik demakchi. Wal hamlu ala hada awla min al-aks. Endi ta'tila manda degandan biz manda deganimiz taqdim avlaroq. Liannahu hinazin yajib tarkil amal bi ihdahuma. Eğer unda bo'lmagan taqdirda ikkini birini tashlab o'tish kerak bo'lib qoldi. Bir qiraatga amal qilib, bir qiraatga amal qilmaslik kelib chiqdi deydi. Amaliyotda rasmiy o'tirib o'yinni bunu tadqiq qilsan, u ham bu ham o'rib cho'risanlar, senda chiqadimi? Yani İmam Şafii'nin nazarida la yaqrabuha hatta tathura va tatatahhar. İmam Şafii hayzdan pakolab ham yunib bo'lgandan keyin unda yaqin keldi, bunda qaragan. Daliluhu qawlu ta'ala fa iza tatahharna fa'tuhunna. İmam Şafii'ning dalili fa iza tatahharna, yani yunib bo'lgandan keyin ondan Allah buyurgan joydan yaqin kelinglar. Fajami'unna fajama'a baynahuma. Demak, tatahharna fa'tuhunna deb tatahhurulan ityanni ikkisini bir jamildi. Jamlagan ekan, buni ikkisi chetishgan deymiz dedi. Yani bayna tatahhur vel cima bir yer kelgan ekan shunday. Min haythu amarakumullah. Allah Taala buyurgan joydan dedi. Shu joydan yaqin kelinglar dedi. Minal ma'ta allazi amarakumullahu bihi va halalahu lakum. Yani Allah Taala sizlarga yaqin kelishni buyurgan joydan yaqin kelinglar. Shu joyga jinsiy munosabat qilinglar. Sizlarga buni halol qilib bergan joy shu. Bu bo'lsin oldi tarafa. Innallohu yuhibbut tawwabin. Allah Taala qayt tavba qilib turgan tövbe qiyğaq bandalarni yaxshi ko'rdi. Tavvabin degan bu mubalag'a. Do'mliq tövbe qilib turgan, gunoh qilsang tövbe qil, gunoh qilib tövbe qilib turgan tövbe qiyğaq deymiz. Tövbechi bandalar. Qanday minirtikabi man nuhu anhu. Cheklangan narsalarni qilib sağalliqdan tövbe qilib turgan bandalarni yaxshi ko'rdi.
Evul avvadine ilallahi teala ve in zellu fezallu. Yani zellu fezallu summa zellu degende. Yani günah kısaldı, hata kesip kaldı, yanı günah kısaldı, yanı günah kısalsın, yanı aşı, yanı tövbe kılıp, yanı tövbe kılıp, yanı tövbe kıldı. Yani şu tövbesinde sadık bolsa, bu tövbenin şartı yani ikinci kattan ben kılmayman degan niyet bolsa şu çağda tövbe hesap. Ama tövbe kıldın da bunlar dep koyup Allah'tan go'llaganda bolsa o hesap olmaydi. Lekin öz ko'ngilda zati bundan zati qilmay bo'ldi deb tövbe qilib pishman qilib boshqani haqqa o'z qaytarib bunday qilsa tövbe hesap bo'ladi. Lekin keyin yana ojizlikqa ig'rashib ketib, yana gunoh qilib saldi bo'lsa, u chaqda keyin yana tövbe qilsa, yana juyildi. Qaytilmaslik emas. Al-azma ala la-yaw. Qaytilmaslik degan unda shart qo'ygan adam yo'q. Aşı tövbe qabul bo'lsa hech qanday qadam aşıqqa tushsanmaydi. Ya. Agar qabul bo'lmasa hech qanday qadam tushsanmaydi. Ya. Şart qo'ygan tövbenin qabul bo'lishi qaytilmasdan. Qaytilmaslik emas. Qaytilmaslikni bilvoqlash deymiz efendim. Al-azma ala la-yaw. El-azm kelmagan bo'lsa hozir qilib bo'ldi. O qaytilmaslik degan unda shart bo'lsa bu baki ig'rilib ketdi. Bu Alloh taolaning kamimizni unda talashtirib o'tmaydi. Tamam ya? Qabul bo'lishi tövbenin aşınki sadır bo'lmasdan tövbenin inşallah qabul bo'ladi. Agar hech qanday qadam yana tushsasan, hech kim tövbesa. Bu buna yahtaju ila naql. O qabul ulash deganda uni Alloh Yani bu muşu gap bir simai bir delilga muhtoj. Bir hadisda ya oyatda shunday kelganmi? Yani olimdan bilsangda nima qilib deb baqqan gapmi? Buni tekshirib baqsak bo'ldi. Lekin tavvabin mishada davomli to'y qiltirdigan bandalar yaxshi ko'rdi. Val mahabbam yuhibbu dedigan bu yaxshi ko'rash, so'yash degan nima? Li ma'rifatihi bi azmi afullah. Nima uchun yaxshi ko'rdi desa, chunki bu bandadir Alloh taolaning ne qadar apuchan, ne qadar mag'firatli zot ekanligini tuniganlik uchun. Yani qancha gunoh qilsam Alloh taolo kechirdi, bo'ldi deydi deb ayında tuniganlik uchun Alloh taolami shuning o'ylagan yerdan chiqib, bo'ldi chadaqiq bo'ldi, apu qilvatdim deydi dedi. Men shuni yaxshi ko'rdi dedi. Alloh taolo haqiqiy tuniganlikdan. Haytulaya esnavanken aşında ümidi zor olanken bu ümitsizlenmeydi Allah Teala'nın mağfiretinden ümitsizlenmey. Çünkü Allah Teala kerim boğallık için, gafur rahim boğallık için. Sonra Kur'an-ı Kerim'de "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallah yaghfiru zunuba cemi'a." Sonra bazı alanın "İnnallah yaghfiru zunuba cemi'a" diye umumluk bağlı eder. Yani bir ayette "İnnallah la yaghfiru yüşrek bihi ve yaghfiru ma dunne zalike limen yeşâ" dedi. Aynen bir ayet "Yaghfiru zunuba cemi'a" dedi. Onun mağı kastı, mağamda değişi mümkün. Söylemanında istisnayım. Anında dünyada şirk ötüzüp kalkın bolsun mu? Hatta ölmeyi durup tövbe kılavasa o şirkке Allah Teala mağfiret kıldı. Ya şirk küfürden zaten tövbesi elbette mağfiret kılır. Ölüp ketkenden keyin Kullillezine keferu iyentehu yughfar lahum ma qad salaf. Şu tövbe degan gap. Lekin endi bu hatta küfürden ya shirk alat tövbe qilmay o'lib ketsin bu, mağfiret qiluvdi degan gap chiqamdi chiqmadi? Mana shu. Bu yerda xitob tursa qul ya ibadillezina asrafu İstiqat müstaham. Bundan da alimlar shunda umum asmo buni o'z o'rnida bahs qiladi balki. Ve yuhibbul mutatahhirin yana bakroq bunda paklanib turganlarni yaxshi ko'rdi. Mutatahhir degan mishada tatahhur ma'nosi xo'sh tahoratni turadigan demak. Baklam o'zini pok tutgan, poklanib turganlarni yaxshi ko'rdi degani, ya'ni bu yerda hozir suv bilan debdi. Ve yuhibbul mutatahhirin bil ma. Lekin bu lafzi am bo'lishi mumkin. Mutatahhirin degan asulan istinjolan tozalab turadigan, gunohdan o'zini tozalab turadigan tavba orqali moddiy ma'naviy pokizlikni chim tutganlar degan bo'lishi mumkin. Shuni lafzi amanda. Bu tuhurni tafsir isharida suv bilan balandliklar zikrlarni qilib bo'lsa tuhurni aldı to'yib kelgandan keyin zikr tasbihlar bilan qilib iborat qilingan faslib turdatni tafsir. Tamam lafzi amanda. Mutatahhirin. Lekin tafsir ishari hamda taza joyda tafsir emas. Tafsir ishari onun masala var. Normalde mutatahhirin ya lafzı am. Aynı istig'for bilan, tavba bilan davomli o'zini paklab turuvchi kishilarni yaxshi ko'rdi desa bo'lardi. Neden suv bilan? Chunki tahoratning juyinishning bo'lgan ekan. Avval mutanazzina min adbarin nisa. Mutatahhir deganda yani bunda tafsir. Ayollarning oq tarafidan o'zini tatadigan, o'zini pak tutadiganlar. Bu mutatahhir ma'nosi. Av minal jima' fil hayd yoki hayzda holati jinsiy munosabat o'tkazishdan o'zini pak tutadiganlar yoki fahish zinolardan o'zini pak tutadiganlar. Umum ma'nosida deb baqqdim. Mesela
كان اليهود يقولون إذا أتى الرجل أهله باركة أتى الولد أحول. Yahudilarning qarshi bunda bir gap ekan. Er kishi ayolni bunda sizlandigan holatda jinsiy munosabat qilsa, bola ko'zi unda olg'ay chiqib qoladi deb bunda qaraydi ekan bular. Shu chaqda undan muhojirlar Madinaga keldi. Madinada Yahudilar bordi. Muhojirlar Ansarlarning buning turmushda jinsiy munosabat usullari o'xshashmaydi ekan. O'xshashmagan ekan, buni kelgan chaqda undan o Ansarlardan o'ylandi, shunama. Ya muhojirlar Ansarlardan o'ylandi. Öğrenip kıyarken bunun cinsi münasebetteki usulü okşaşmadan ki bazı galveli çıktı yani. Mesela bir ayağına ayakaldı ki de muhacirden birisi bir Ensar ayağını aldı. Ağanlıkken bu keçidi yütkep ekirkenlikken cinsi münasebetine Mekke'de küngen boyunca tarikada, usulda ilip parmağınırsa halıgan şekilde ilip parmağınırsa o yıl ya bizden adetimizde manda yakın kiliş var. Bunda yakın kelsen kel bu mesela Resulullah söyleyemez. Kanda gep bu deyip bunu bağlanırken aşağı bağlanırken. Şer'i hükümge münasebetlik şu olan iken Allah Teala halallaram olsun bu nimene Kur'an-ı Kerim'de eni bayan koygan. Çünkü insanın turmuşu bunda udul kıldıgan, bunun çekilmediği yeri var, çekilmediği yeri olan iken bunu bayan koyuş gerek. Nisaukum harsul lekum. Ayallarınlar sizlerinin etizlerinler ekinzarlıkınlar. Yani teriydiğin cayınlar. Mavada harsul lekum. Sizlerinin teriş ornunlar dedi. Ve hada mecaz bana. Bunu mecaz der, şunu mecaz. شبههن بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور والولد بالنبات. Erler spermine şu ayalının balyatçısı taşlaydı şunama. Şundan balı peyda oldu. Etizlik ama dehan urugunu taşlasa şu yerden üsümlük ünetti. Ve bu şerde bir kılı oşutuş başına ama. ووقع قوله نساؤكم حرث لكم بيانا وتوضيحا لقوله فأتوهن من حيث أمركم الله. Allah Teala buyurgan jaydın kilanlar yaki şu jayga münasebet kılanlar digine hazır muşu ayetning mazmununa ma keyingi nisaukum harthul lakum şu texim ochiqlab berdi dedi. Şunun bayanı dedi. Ay innal ma'tallazi amarakumullah bihi huwa makanul hars. Yani Allah Teala siz jinsi münasebet qilish buyurgan o'rin teriydigan joy la makanul fars. Fars degan gender degan bo'ldi. Yoki mayoq, tizak, poq degan gap. Demak, shuning joyi emas, ya yin desan bo'ldi. Mush hayvonninki 3-7 narsa nima? Yin degan gap bor. Yin, ha? Qashqalarning jin deydi. Shuning joyiga emas, teriydigan joyiga qilinlar demakchi. Tanbihan ala anna al-matlub al-asli fil ityan wa talab al-asl. Bu yerda bir xil bizning diqqatimizni chekmoqchi bo'lgan bir joy bor edi. Ya'ni shu jinsiy munosabatning maqsad nima? Asosiy maqsad deymiz. Maqsadlar emas, asosiy maqsad talabun nasl. Asli ko'zlaydigan nima? Talabun nasl. Farzand talab qilish, naslni avatish masalasi. Shahvatni qandirish emas. Lekin shahvatni qandirishmi bu qo'shimcha nikohning jinsiy munosabatni ko'zlagan narsa. Shu nikohning maqsadini bizda o'tdiq-ku. Qado'ush shahva, al-afaf wal-i'faf, السكن والمودة والرحمة عند تربية الذرية الصالحة تربية الأولاد تحمل المشاق من قبل العيال مثلا من ده دو الشيء أساس كم ده مهم بوغم برنمسه طلب الناس bu eğer xada şahı yok dese ndasa mesela Thomas ayal ya ervasa bu to'xtash bo'lmaydi degan chiqib qoldi. Lekin u xada şahı shu tatbiq oldu aramda saqlandı. Başka urug'tuqqanchilik va kaza boshqa nimadan manfaatlanadi. Fala ta'tuhunna illa min al-ma'tallazi nita bihi hada al-matlub. Bundan ekan mushu ko'zlangan nasllanish masalasi chetilgan joyga yaqin kelanlar, boshqa yaqin kelmanlar. Fa'tu hartakum man nashitum. Ayollaringlar sizlarning ekinzorligingni bo'lg'achqa, sizlar ekinzorliginglarga qanday shaklda, qanday chog'da bo'lsa degan bor. Anna degan zaman makon qishlaydi. Qanday chog'da, qanday holatda, qanday o'rinda bo'lsa, ash joyga yaqin kelmasang boshqa yaqin kelsan bo'ldi. Jami'uhunna matashitum. Adam yani zaman masalasi. Anna degan zaman masalasi xalqa vaqtinglarda. Kecha olsun, kunduz olsun, atigan bo'lsin, kech olsun, ha? Ba'zi ayollar shunda o'ylab qolishi mumkin. Kunduzda ya ishdan chiqa, ishdan kelgan vaqtda emas. Eri damalayli desa, yo bu kunduz tursa-da, kunduzda xuddi jinsiy munosabat qilish gunohdigidek, ha? Bunda o'ylab qolishi mumkin. Hadisda ayol kishi eri shunda nima qilsa, to'nining oldida bo'lsa, eri xizmat qilsin degan mazmun bor. Fatu hartakum annashitum. Anna degan mishada qachon degan ma'noga chiqdi.
Qachon xohlasanglar degan. Yoki qandoq deganmi bo'ldi. Mush arabchada da anna degan buni ish qildi. Aw kayfa shi'tum yoki qanday shaklda xohlasanglar. Siz cho'kkan holatda yoki o'ngda yotgan yo yana yotgan qanday yotgan holat bo'lsa bo'lardi dedi. Ba'da yakunal mata wahidan. Yani as-samam wahid degan nima? Yani şu cinsini asıl kılga urun kılıçlar edi. Yani şu bala törüldüğün cayga başka yere tutsasan olmaydı. Ve temthilun ey fa'tuhunna kema ta'tuna aradikum allati turiduna an tahruthuha min ayyi cihatin shi'tum. Xuddi etizliğiniz zaman on tarafdan kelib terisanı sol tarafdan kelib terisanı qanday terisanı bo'ldi-go, shunga o'xshash. Mushu farzand ko'rdigan joyga qaysi tarafdan kelsangiz bo'ldi. La yahduru alaykum jihatun duna jiha. Ya alt taraf va keyin tarafda bunda shaklda ish yo'q deydi. Inna lakada Khalid huwa min indillah. Maryamning ismi. Nereden gap shu? Qayerdan degan ma'no? Allohning huzuridan keldi bu. Demak bu makan joydak bir narsani bildiradi bunda ba'zi o'rinlar. Şeriatımızda karşımızda tutur olsun bu. Sunudun fakat bunlardan yok. Ya. İmam Şafii'den Abdullah Hakem bir rivayet tuttu lekin onu bak idraldı bular. Hata rivayet dedi. Andi İbn Umar'dan aynı bir rivayet kelgan. Lekin İbn Umar'dan yana bu Müslümanı munda qılamdı deb uni igra'lık rivayet kelgan. Resulullah'ın sahih hadisi var lekin lanet qilgan. Ya bunun aramlıqı zade yok. Hadi mesela aldın kelgan da rivayetli var. Hatta Abdullah ibn Umar'dan kelgan bu rivayetni Albani Seydeglik. Aslında Şeyh Gazali yürütken bu Albani emas, netçe Albani jo'g'ishib saydi, bu sayimiz. Abaka. Çünkü bu yerda Qur'on Karimning sahih sunnatning nurg'un necha yuz degandek dalillar bunda tursa, ma'rifa sahih deb. Demak, ma'lum fiqh masalasi. Sanat bilan mablashmay bunda dalillarni o'tirib tegib turib bunda O sahih deganlikka masalan u bir xato ketmas u mesela. Hadisni agar sahihga g'ayr olib qolsa sahih degan bo'lsa, ya, hozir naql matn masalasi illat bo'lsa uni sahih emas deyish kerak uni. illat metnida illat bo'lsa uni saylaydi. ya metn illat bo'lgan holatda mesela Qur'oni Karimga xilof bo'lib qolgan Ya shuni holatda metnida bo'lgan shu sayy olmaydi u. Endi ta'ruz olsa, oyunda bir rivayet ta'ruzlar Qur'on Karim bilan tang tushilib ketamda. Ya tanışılmaydı şuna. Tamam. Unda hata oldu. Hata oldu. Çatak oldu. Sey olmaydı. Hadisning sayy bo'lishi sanadlar. Sendillan bo'lmaydi. Şu metnida çatak bo'lgan degan emaslar. Mushunda hukmni Aqalsi munkar. Ya hükümün gibi emas, hükümün gibi. Ya şu hadisning o'zini şu ayolning kayni kas bo'ldi degan bo'lgan degan hadisda. Bu nurg'un hadisda bo'lmaydi deb tursa, bu hadisdan bo'ldi deb nimqankan metnida illat bor. belki mensub olgan bo'lishi mumkin. Ya. Yo'q, mesela Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu hadis qilgan bo'lsa, rivoyat qilgan bo'lsa Rasulullohdan. Albaniyni aqlaymanda unda takalluf qilishimiz yo'q. Bu burun islomning dasturlari unda ruxsat var degan bu yerdan deb bakkan gap emas. Yo'q, mana hadis bor deb hadis deyilgan bo'lsa, bu odamning hukm bilan kari yo'q. Shu hadisning sahih emasligida haqqidan bu odam o'zining ijtihod olgan deb tekshirishni. Bu odam adirman. Sanad bilan istivoganlik chataqma. Sanad bilan istilash. Chunki bu yerda sanadga qaraymiz. Shunga ilmul hadis rivoyatan va diroya degan nima? Rivoyat degan shu sanaddan tekshirdi. Fulan degan shunda shu odamning chataq yo'qlan bo'lsa, masalan Sulaymon ibn Musa chataq emas ekan dedi. Zuhriy chataq emas, Ibn Jurayj, Urva bo'ldi chataq emas, bo'ldi deblam. Lekin matni chonda, ma'nosini tushunish. Qur'onning nurg'un oyatlarida islomning ko'rsatmalarida bu kelgan bu chataq ish, fohish deb atagan narsalar uni akitdi. Uni hech bo'lmasa masalan odatda bir sayad iskilib, keyin boshqa yo'ldan bir nima kelsa, zitkab qolsa bu hadis munkar deb turoldi. Onda sahira qadar. Ana kelganlikcha. Sayyidning basharning ikkisi matnda 3 sanadda. Şunun emas tuluq bo'lsa, birisi nima bo'lib qolsa, sayolmaydi, shunun ikkisi shuzuz bilan illa. Illa qadiha shu metnidagi. Yo'q, mesela men demoqchi bo'lganimda bu odamning hadisni shu sahih deb qo'yganligi va odamniki buni halol deganlik bo'landa. Shu sahih desa, yuj bilan amal bihi. Unda olgan inson gunoh olmaydi degan gap chiqadi. Manda jiq ketmaydi, vallahi ya bek jiq deysa. Qanday billos, qanday gap deyish kerakmish edi. Buni boshqa so'rovni saqlab qo'ysak bo'lmaydi. Bir odam xatolik o'qimasa, Shu hali davat qilib, hali silibati degan gapni nimasin Shayx Albani
Sahih degan mana hadisning sahih demasmi? Ha, to'g'ri. Bu Şeyh Albani'ning ma'nosini bilmasmi şu hadisning? Metnning ma'nosini. Şuna Şeyh Albani mush masalada aytlangan. Bizde ayıplamadık ha. Şeyh Albani İmam Buxariyning mesela ayıplaganlar var mesela. Demek aşında adamның ayıplığına yeri var. Ayıplaydigan joyda ayıplaymiz. Maqtaydigan joyda maqtaymiz. Aynan maqtaydigan joyda maqtashni, ayıplaydigan joyda ayıplashni bilish kerak. Sanatni bayatın vali masalasiga hadisdimi? Sanadlardan bo'lib ketgan yeri bor. Ashuni shunda. Sanadlardan bo'lib ketgan yeri bor. Yani hadisning atrofida bo'lgan ahvollarni faqat ko'rsatmagan. Albanining unda nima qilsa bir qancha ba'zi ayollarga ushhudina haram deb nima qilgan altın zivzemden altın gümüşten haram deydi. Ayollarning zivzini haram deb aytadi. Ya o istihadi nimasi qarashamdi, lekin ma hadisning saydab qaraganligi bu toza to'g'ri emas. Shu tekshirib, tadqiq qilganlar degan so'z shu bu aytgan. Tekshirishning o'rni yo'q, aqliy jihatdan qabul qilinadi. Ya hozir masala sanadlardan bulab ketgan yeri bor. Butun diqqat sanad ketib qolgan. Bunda odamning o'zini tutgan mezoni bor. Mezoni meyli o haqiqat xato olsun, meyli to'g'ri olsun, meyli asli usulga muxolif kelgan holatdimi? Müşna bitta keldimi? Meni majburiyatim shuni deb qo'yma, deb amanatul ilmiya degan münasabət odam tutgan mezoni. To'g'ri, shunga amanatul to'g'ri. Ashu bizlar tanqid ash manhajga qarta qilinayotgan tanqid bu. Yani bir hadisda ahli hadisning usuli qaysi? Rivoyatan va diroyat. Sanadga qaraymiz. Uni mazmuni nususul qati'a sariha al-mutawatira, qat'iy dalala va subut bandasiga zid kelmesi kerak. Lekin Albani kelib, o mazmuni uningdan karimiz yo'q. Sanadlarla ma'qilishimiz degani mana manhajda xatolik ketgan yerim bor. Manhaj usul. Shunga ko'pincha ma ilgirki hadis shunas olimlar buning usuli o'xshamagan ekan, hukm qilishda ba'zi o'xshashmaslik kelib chiqadi. Masala shu. Wa qawluhu ta'ala huwa adan ta'tazilun nisa min haythu amarakumullah fa'tu harthakum an-nashitum. Mush uch oyatga shu iborani nima qilishda na chiroyli kinoya bilan surgan deydi. Ochiq demaychi. Ve ta'ridatul mustahsan. Ta'rid degan yaptı gaplar. Daritma da. Fa'ala kullu muslimin an yata'addaba biha. Shunga zurul bo'lmagan ahvolda, yani ochiq deyish zurul bo'lmagan ahvolda. Ochiq deydigan bo'lsa, ochiq deydi Qur'on Karimda bu. Ammo zurul bo'lmagan holatda shunda hayo qiladigan ba'zi so'zni unda yaptı gaplar bilan uyga nima qilish, adabli qo'llash kerak. Va takallafa mislaha fil muhawarat wal mukatabat. Xat uchra aloqa yozishgan chaqda, suhbat qilishgan chaqda atoatin kuchab unda kinoya ishlabga yaxshi. Masalan, jinsiy munosabat o'tkazishni bir yastukda bosh qo'ygan deymiz-ku. Ha, chiroyli. Ya bilib bo'lgan deymiz. Va qaddimu li anfusikum. Yana sizlar o'zlaringlar uchun oldin mang'uzutinglar deydi. Qaddimga oldin mang'uzu degan bo'ldi-ku. Oldin mang'uzu etganlar. Yani o'zinglar uchun oldin mang'uzu eting. Nimani? Ma yajib taqdimuhu min al-a'malis solihah. Yaxshi amallarni sizlar oldin dunyoga, oxiratga berishlik, oxiratga sizlar oldin mang'uzu turinglar. Keyin sizlarga asqatadi. Va ma huwa khilaf ma nahaytukum anhu. Yani sizlarni cheklagan narsadan zid bo'lgan narsalarni, yani yaxshi ishlarni oldin qilib mang'uzu etinglar. Yoki o talabul valad deydi. Yani o'zinglar uchun farzand talab qilinglar degan ma'noda deydi. Yoki savob talab qilinglar desak bo'ldi. Aw tasmiya alal wati. Yoki jinsiy munosabat qilishda oyda istiaza. Bismillah yoki Allohumma jannibna shayton va jannib shayton va razaqtana degandek shuni danglar deydi. Yoki yana bunda tafsir qilsak, va qaddimu li bu jinsiy munosabatni qanday kayfiyatda o'tkazishga munosabatli oyat ma'lum. Bundan keyin qaddimu li anfusikum deganni yaxshi parang, jima, jinsiy munosabatning muqaddimalarini qilinglar deb tafsir qilsak bo'ldi. Shunga Rasulullohning hadisida birsonlar ayol yaqin kelsa ma çarpaydıklar mundalım atlı yakın gelmişsin. Vel yakın beynahuma Rasul nimetlerse kubla, söz, çıraylar. Yani bir muhabbet izar kılış, mundan asıl bolsun demek için. Vettakullah, yani Allah'tan korkunlar. Fala tecteri'u alel menahi. Allah'tan korkup, çeklengen naslige cüret kılmanlar, bunda aşına kıpsanmanlar. Ve alemu ennekum mulaquhu. Bilinler ki sizler çokun onun aldığı verip uçuruslar. Ve sairuna ileyhi. Onun aldığı barisler. Festa'iddu li liqaihi. Bununla uçuruşqa tayyorlik qilinglar. Ve beşiril mu'minin. Müminlerge xush bisharat vergin. Bis savabi. Yani Muhammed müminlerge savab bağlılığa bisharat vergin. Yani bu tugidi hozir. Ve innama jaa yes'alunaka 3 marrat bila vav. Bu ilgirki ayetlarda yes'alunaka anil khamri vel maysir, yes'alunaka anil shahril haram, yes'alunaka mada yunfiqun. Deb 3 ayet keldi. Vav kemmede deydi.
Thumma ma'al vavi thalathan. Buniki vav bilan ve yes'alunaka anil yatama. Ha. Yani bu üç yerde ve yes'alunaka da vav bilan keldi. Liyana su'alahum an tilka al-hawadis al-awwal ka'annahu waqa'a fi ahwal mutafarriqa. İlgirki vaqaliklarda, şu üç vaqalikda, vav kelmagan vaqalikda so'ragan savollari xuddi bu ayrim üç ahvolda kelgandek. Shunga atf bilan kelmadi. O'z oldiga mustaqil va boshqa. Va sa'alu anil hawadis al-ukhar fi vaqtin wahid. Lekin keyingi üç savolni bir vaqt so'rab ekan. Aqaqli. Shunga taji'a bi harfil jam'i lidalik. Vav deb jamlaydigan harf bilan kelgan edi. Yetim yesirlaqi so'g'ini anil mahid keldi. Yani biz shu Şutuğu bu yani biz sana. Demek hozir ma'za yunfiqun bilan yatamanın ma'munasini chetkib başqasi. Hani ma'vo arayal o'ttirigi munosabat. Va la taj'alulloha urdatan li aymanik. Alloh taolani sizlar qasamlaringlarga to'saliq qilib olmanglar. Al-urda fu'latun bi ma'na maf'ul, ya'ni ma'ruda demakchi. Kal qubda ve ismun ma ta'ridu duna shay. Bir narsani to'sab yoki narsani ustuna yepish uchun da to'g'risiga qo'yib qo'ygan narsa shu deydi. Min ardil udi alal ina fayatarid. Demak, bir qachining ustiga bir tayoqni qo'yib qo'ysak, bu qachining ichiga narsani olib desak, to'sal bo'lib turadigan narsa. Va yasiru hajdan va mani'an minhu. Taqulu fulanun urdatun dunal khayr. Falani yaxshilik qilishni to'sal bo'lib, to'sqinlik qilgan kishi bo'ladi. Va kana rajul yahlifu ala tarki ba'dil khayrat. Sizinki qanday? Ala tarki ba'dil khayrat deylar. Yani على ترك الخيرات بسكمل من صلة رحم أو إصلاح ذات بين أو إحسان إلى أحد أو عبادة ثم يقول أخاف الله أن أحنث في يميني ما إسلام موت من بلا أرش مايما يا فلان ياشر قمايما سدريم قمايما ونقمايما بنقمايما ده قسم كل ديان يعني ياششنا قمرتك كان ياششنا قلاي ده بقاسا يا قسم بزلقت ما قسم تومسا مماي ده بترول شو ده ياششنا قماي qasimda turma deb shuni kuchaytirdi dedi. Albar degan shu qasimda turish. Faqila lahum wa la taj'alulloha urdatan li aymanikum. Sizlar Alloh taolani unda qasam qilgan yaxshi ishlarni qilishga to'sal qilolmanglar. Ay hajdan lima halaftum alayhi. Demak, ayman ishada al-fi'l al-mahluf alayhi. Ya'ni shu ishni qilmayman degan ish qasam qilgan ish demakchi. Wa summiya al-mahluf alayhi yaminan amda bir narsani qilmaslik, ya qilish degan qasam qilingan ish, shu mahluf, shu ish nima uchun yamin deb ataldi? Bu majaz mana. Litalabbusihi bil yamin. O yamin bilan chetib kelganlik uchun. Kaqawli man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khayran minha falyukafir an yamini wal ya'ti alladhi huwa khayr degan mushadisda bir yaminga qasam qilsa dedi. Yani bir ishqa demakchi. Ve kavlihi en tabarru ve tattaqu ve tuslihu beynen nas. Yani bu ayetimde ve atf bayan. Qanda to'sag'i bo'ldi olsa en tabarru ve tattaqu ve tuslihu beynen nas. Yani yaxshilik qilishinglar, taqvodorlar bo'lishinglar, kishilarni o'tirida isloh qilishinglarga to'sqinlik qilib olmanglar, to'saliq qilib qo'ymanglar. Vallamu tata'allaqu bil fi'l. Li aymanikum dikallam fi'l bilan munosabatlik. Ey ve la taj'alulloha li aymanikum barzakha. Barzakh degan ma'noda hajiz, to'saq degan bo'ldi. Qasiltam degandek, chiqib o'tirdan da to'sab turgan narsa qilib olmanglar Alloh taolani. Va yajuz an takuna al-lamu lit-ta'lil, ya'ni li ajli aymanikum degandek, va yata'allaq an tabarru bil fi'l. Bu chaqda an tabarru degani fe'l munosabatlik. Aw bil urdati yoki urdatan li aymanikum degan so'zga urdiga munosabatlik. Bu chaqda ma'noning bo'ldi olsa ولا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به أردة لأن تبروا يعني سلا الله Ta'ala'nın namını atıp qasam qilganligingga uchun yaxshilik qilishinglarga to'saliq qo'ymanglar. Allah Ta'ala'nın namını atıp bunda qasam qilib salgandim. Allah Ta'ala'nın namını atagan ekan men qasamimni tutmasam bo'lmaydi deb yaxshi ishni qilmay turasang bo'lmaydi dedi. Vallahu sami'un li aymanikum alimun bi niyyatikum. La yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum. Allah Ta'ala sizlar qasaminglarda maqsad qilmagan bo'lsanglar sizdan oningni hisob olmaydi. Allah degan as-saqitulladhi la yu'tadu bihi min kalamin va g'ayri. Demak hisob qilmaydigan nazardan saqit bo'lgan narsa. Wallahu yamin qasamning ayında
saqtılab ketgancha hesab qilmaydigani as-saqtilladi la yu'taddu bihi fil ayman. Qasam deb hesab qilmaydigan qasam shu lag'u bo'ldi. Va an yahlifa ala shay'in yadhunnuhu ala ma halafa alayhi wal amru bi khilafi. Yani ma lag'ul yaminni ta'rif qilishda olimning unisi o'xshashmaydi. Ma bir qarashda o'zi to'g'ri deb o'ylab qilib, zot mushunda deb qasam qilsa, masalan bir ishni unutib qopti. Ben sana pulni qaytırgandim, deb zot bergandim, o'zining ko'nglida zaras bergan deb o'ylab qilib, bergandim zot deb qasam qilsa, bu lag'ul yamin. Chunki bu ko'ngilda men yolg'on qasam qilay deb, unda yolg'on qilmadi bu qasamni. O'zining ko'nglida to'g'ri deb o'ylaganlik uchun. Bu bir xil ta'rifimda. Amaliyotda u bermagan. Lekin bu o'zida bir savallik bo'ldi. والمعنى لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم. Muşunda ahvalda, muşunda qasam qilib qalsanlar, sizga Alloh taolo buning hisobini olmaydi degan bo'ldi deydi. Endi Imom Shafi'ning nazarida u odatda og'ziga shunda kelib qolgan, lekin maqsad qilmagan. La vallahi va bala vallahi. Ma arabni mazir vallahi, vallahi deb turdi-ku. Ikki qizning birida vallahi deb turdi. Hazrat Ayşe shu lag'ul yaminni unda sharhlagan. La vallahi va bala vallahi degan shu lag'ul yamin. Odat maqsad qilmaydi, lekin gap so'zni unda bir ta'kidlab qo'yish uchun deydigan. Odatni qolgan so'z bo'ladi. Valakin yuahidukum, lekin sizlar hisob oladi yoki jazolaydi. Bima kasabat qulubukum, bima tarafathu bin ismil qasd ila al-kizb fil yamin. Qasam qilgan chaqda qasdan yolg'on qilay deb, ayni maqsad qilishinglarning gunohiga undin hisoblaydi. Va huwa an yahlifa la ma ya'lamu annahu khilaf ma yaquluhu wa huwa al-yamin al-ghamus. Yamin al-ghamusda biz shunda ta'rif qildik-ku. Bir narsani o'tgan zamonda bermaganni men berdim deb turib olgan, ammoganni men oldim deb turib olgan, yoki topshirib berdim deb turib olgan. O'zi zodi unda emas deb o'ylaydi, unda biladi. Lekin qasdan yolg'on, haqning haqqini yeyilish, ziyon urish, shunda ishlarda maqsad qilib, unda qasam qilishni yamin g'amus, ya'ni bu qasam qiluvchini do'zax o'tiga cho'mirdigan degan. Bu intayin ig'ir qasam. Kasabat qulubukni qalbning nima qilganlarni maqsad qilgan. Qasdalik bo'lsa. Va ta'allaqa Shafi'i bi hada an-nass ala wujub al-kaffarati fil ghamus. İmam Shafi'i mishada mush oyatga asosan yuahidukum degan mushuniga asosan bu yaminul g'amusda kaffarat keladi deb qaradi. Jumhurning qarashida, ya'ni bu mazhabda masalan kaffarat kelmaydi. Kaffaratmi ka qilmaydi buningga. Kaffarat degan bir xil yengillatish bu. Asa ma ishni qilsang buning gunohi yuyilib ketadi degan. Ammo ma intan ig'ir gunoh bo'lganlik uchun kaffarat bilan yuyolmaysiz. Buni oxiratga shunda ko'tarib kelsa, oxiratda seni do'zax o'tiga cho'mirdigan narsa bu. Ayat Taqashmaydi. Hozir taqashmaydiganligini hozir bayon qiladi. Demak, Imom Shafi'i mushunga istivolda deydi. Mushunga istivolda, mushunda deb turoldi deydi. Lianna kasbal qalbi al-azm wal qasd. Bu kasabat qulubukum degan so'z bu yerda shunda o'zi maqsad qilganlik, o'zi maqsad qilganlikni bildirdi. Wal muakhazatu ghayru mubayyanatin huna. Yani bu yerda bu qanda muaxaza qiladi, qanda hisob kitob oladi, qanda jazolaydi deganni bu yer bayon qilmadi deydi. Lekin Maide surasida bayon qildi. La yu'akhidhukumullohu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu dedi. Demak, muaxaza mana fakaffaratu ma dedi. Yani niyada fakaffaratu degan gap yo'q, muaxazani demidi. Maide surasi bayon qilindi. Niyadikini Maide surasiga o'xshash qaraymiz demakchi. Tabiiy. Hamlul mutlaq alal muqayyad. Ko'pincha masala dedik-ku, ham mutlaq alal muqayyad. Yani bu masala yo'q, uni bo'ysundirmaymiz deb turoldi. Raqabatun mu'mina, raqaba degan shunda o'xshash. oyatni o'zgartmaymiz. Oyatda. Ana mishada ma kaffaratul yaminul ghamus masalan. Mishada Alloh taolo bu kaffaratni gapini qildimi? Yo'q. Agar kaffarat o'z qildi mishada. Unda oyatda kaffarat bo'lg'ach qildi. Niyati yo'q, shuni qilmadi. Oyatda atqa raqaba mu'mina lozimda, mu'mina bo'lish kerakda, mu'mina deb qo'ydi. Niyati mu'mina bo'lmasin maylitda, raqabalam deb qo'ydi degan. Shu kaffarat kelmaydi deb tushunamiz. Ana bu mazhab shuni tushunadi. Ahiret azabını tatlı. Fakanal bayanu thammata bayanan huna. Yak thamma bayanan huna. Demek ayatdagi bayan fakaffaratu degan bayan mishagini ishlaydi dedi. Va qulna biz dedikki al muakhada uni mutlaqa. Bu yerda unda kaffaratu bu deb nima qilmadi. Yuakhidukum deb mutlaq muakhaza baliqni dedi shunama. Va hiya fi daril jaza. Bu muakhaza degan odatda oxiratda bo'ladigan narsa. Val muakhadatu thamma muqayyadatun bidaril ibtida. Oyatdagi, ya'ni sura Maidadagi fakaffaratuhu degani bu dunyodalam, ya'ni bu sinaq dunyosidalam bo'ladigan jazoatda. Fala yasih hamlul ba'd alal ba'd. Ya'ni hamlul mutlaq alal muqayyad joiz emas deydi.
Vallahu gafurun halim. Haythu lam yuahidukum billahi fi eymanikum. Meşayem dünyadlam onu sizlerin cezalımıqallıqı, cezalaşqa aldırmalıqını bildirdi. Halim doğru. Yumhilu ve la yuhmel. Halim degan g'azablangan chaqda yoki jazolash loyiq bo'lgan gachchi jazolatmay uni keyingi qo'yib qo'yilgan. Vallohu a'lamu bis-savob. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.